Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Imom Ahmaddan keltirilgan hadisda marhamat qiladilar. Izmanu li sittan min anfusikum azmanu lakumul janna. 6 ta narsani kafilligini beringlar menga, men sizlarga jannatni kafilligini beraman. Usduqu idha hadastum. Gapirsanglar rost gapiringlar. Va aufu idha wa'adtum. Va'da bersanglar bajaringlar. Va addu idha tumintum. Sizlarga bir omonat qo'yilsa, omonatni ado qilinglar. Va hfazu furujakum. Farjlaringizni zinodan saqlanglar. Va g'addu absarakum. Ko'zinglarni nomahramlardan tiyinglar va kuffu aydiyakum. Qo'llaringizni gunohdan tiyinglar. Mana shu 6 ta narsani menga bajaramiz deb kafillik bersanglar, men sizlarga jannatda kafilligini beraman. Yana bir hadisda aytadilar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam, kutiba ala ibn adama nasibahu minaz zina. Har bir odam bolasiga zinodan bir nasiba, ulush yozilgan. Mudrikun la mahalata. Iloji yo'q, albatta shu zinoni qiladi. Wal aynani zinahuma nazar. Ikki ko'zni zinosi bu qarashlik. Wal uzunani zinahuma istima. Ikki quloqni ham zinosi bor. U nomahramlarning so'ziga quloq tutishlik. Wal lisanu zinahu kalam. Tilning zinosi harom so'zlarni gapirishlik. Wal yadu zinahal batash. Qo'lning zinosi ushlashlik. Harom bo'lgan narsani ushlashlik. Wal rijlu zinahal khuto. Oyoqning ham zinosi bor. Ana shu harom tomonga qarab yurishlik. Wal qalbu yahwi va yatamanna. Qalb ana shu narsalarni o'ylaydi, ana shu narsalarni xohlaydi. Va yusaddiqu zalikal farju va yukadzibuhu. Endi yuqoridagi zinolarda hammasini bor qiladigan ham, yo'q qiladigan ham nima bo'ldi? Farj bo'ldi. Hayol ketadi, ko'z qaraydi, quloq eshitadi, til gapirib qo'yadi, ammo farj fe'lan shu zinoda borib qilmasangiz, bularni hammasini bekorga chiqarib yuboradi. Endi mana shu qo'lni, tilni, qalbni, oyoqni zinolari bor ekan. Kishi mana shu zinoni qilar ekan, unga albatta oxiratda agar tavba qilmay o'tib ketsa, oxiratda jazo beriladi. Lekin dunyoda ham mana shu qilgan gunohlarining asoratini ko'radi. Ko'zini nuri ketadi. Qalbidan xotirjamlik ketadi. Hayol parishon bo'ladigan bo'lib qoladi. Oilada xotirjamlik, sakinat bo'lmaydi. Birodarlar, aytdik-ku, kim Alloh man qilgan gunohlardan tiyilmasa, mana shu qilayotgan gunohlarini oilasida ta'sirini ko'radi. Farzandlaridan qaytib qoladi, birodarlar. To'satdan tushib qoladi ba'zida endi nazar. Payg'ambarimizdan so'rashganlarida Rasululloh aytdilar, isrif bosar ekan. Ko'zingni olib qochdi. Bir marta tushib qoldi, ko'zni olib qochdi, unga gunohkor bo'lmaymiz. Ammo ikkinchi marta takror qaraydigan bo'lsak, bunga endi gunoh yoziladi. Ko'zni tiyish, birodarlar, ayollar o'zini avratlarini hijob bilan yopib yurishligi jamiyatni pokiza bo'lishiga, qalblarni toza bo'lishiga, hayotni esa go'zal bo'lishiga olib keladi. Avratlarni yopib bo'lishligi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam 3 kishini ko'ziga jahannam o'ti tegmasligini bashoratini berganlar. Bu hadis Imom Tabaroniydan qala Nabiy sollallohu alayhi vasallam salasatun la tara ayunuhumun nar. 3 kishini ko'zi jahannamni ko'rmaydi. Aynun harasat fi sabilillah. Allohning yo'lida qo'riqchilik qilgan, uxlamasdan soqchilik qilgan kishini ko'ziga. Va aynun bakat min xoshiyatillah. Allohdan qo'rqib, ko'z yosh to'kib yig'lagan ko'zga. Va aynun kaffat an maharimillah. Alloh harom qilgan narsalardan o'zini tiygan kishini ko'ziga jahannam o'ti tegmaydi.